Assalomu alaykum. YouTube'imiz ishqibozlari va biznes boshlayotgan aka-ukalarimizga Xudo xolasa bugun Farg'ona vodiysi Rishton tumaniga Xudo xolasa stanoylarimiz o'rnatgan kelganmiz. Bu yerga 10 dona relsni pol avtomatli qolip bilan Xudo xolasa o'rnatgan kelganmiz. Bu yerda narsalarni 5-6 kun oldin o'rnatib ketganmiz. Bunaqa narsalarimizni tayyor qilib, relslarimizni to'qib, bidonlarni quyib qo'yishdi Xudo xolasa. Bugun qoliplarni qolgan kamini olib kelib 2 dona qolib bordi. Qolgan 8 tasini olib kelib, Xudo xolasa tayyor qilib ishga tushirishni boshladik nasib bo'lsa. Ispitaniyaga quyilgan birinchi qolipimizni akamizga chiqarib ko'rsatdik Xudo xolasa. Bunimiz ispitaniyaga quyilgan qolipimiz. Qoliplarimiz ideal darajada ishgan Xudo xolasa. Santimetrlar ham hamma joy-joyida. Yaxshi holatda turibdi mana. Cho'kish degan boshqa narsalarimiz yo'q, xudo xolasa mana bir tekkizda ishib chiqdi burchaklarimiz ham. Xo'p, bu yerda 10 dona qolipimiz pol avtomatli liniya bilan o'rnatildi. Pol avtomatli liniyamiz ham reskalarimiz avtomatli bo'ladi, knopkada boshqariladigan. Reskalarimiz ham ishlash jarayonlari mana. Xudo xolasa ovoz, shum umuman yo'q, troslar tortilgan holatda tayyor turibdi. Taqillagan ovoz yo'q, boshqa yo'q, xudo xolasa mana chiqishlari reskamizda trosli bo'ladi, sepli emas. Ishlash jarayoni. Komplekt tashtirib o'tadigan bo'lsak, bitta reska o'rnatildi bu yerga. Mana bunaqangi ishib qo'ygan qoliplardan 10 dona o'rnatildi. Tayyor g'ildiraklar bilan birga qo'yib berilgan. G'ildiraklarimiz ham xudo xolasa 60 lik katta g'ildiraklardan, stenasi baquvvat g'ildiraklardan qo'yib beriladi. 10 dona g'ildirak. Xo'p, hishalkamiz va suv yumkichlarimiz 1 tonnalik 100 litrlik shablonli bochkamiz. Bochkalarimizni ham xudo xolasa 280 voltlik tenlarga mo'ljalladik. Nasib bo'lsa, suv tezroq isitish istagi bo'lgan naqalarimiz xudo xolasa 380 tenda isitiladigan bo'lsa, rasxoti ham ancha oz bo'ladi. Mishalkamiz ham 220 ga ham 380 ga ham xotirjam ishlayveradi xudo xolasa. Mo'jazgina kichkina joyimizga mana 10 dona qolibimiz bilan bitta komplektimiz bitdi. Endi yana kelajakda xudo xolasa ishini yurgizib qolib ko'paytiraman deyapti akamiz. O'sha chekada turgan, mashinani oldirgan qoliplarni o'z o'rniga mana bunaqangi yana bitta liniya qo'shiladi. Yana qoliplarimiz uzayib ko'payib boraveradi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib, ustonovka qilishga harakatini qilamiz. Yaxshilikda ko'rishaylik hamma bilan.